Hop, assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Demak, bugungi kompyuter ta'minoti fanidan, demak, kompyuterlarning xotirasini tashkil etilishi, xotira turlari mavzusida sizlar bilan demak, video dars mashg'ulotlarida ko'rishib turibmiz. Demak, bugungi darsimizning asosiy maqsadi xotira turlari, ularning ishlash prinsiplari, ularning tashkil etilishi va ularning afzalliklari, qulayliklari va kamchiliklari bo'yicha demak, bugungi video darsda sizlar bilan suhbatlashamiz. Xo'p, xotira o'zi nima? Demak, xotira bu demak shaxsiy kompyuterning, ya'ni elektron hisoblash mashinasining texnik qurilmalaridan biri bo'lib, demak o'zida turli xil ma'lumotlarni, ya'ni foto, video, dokument ko'rinishidagi, arxiv ko'rinishidagi, audio turli xil dasturlarni o'zida demak saqlab turuvchi asosiy qurilmalardan bittasi hisoblanadi. Demak, xotira turlarimiz asosan 8 ta xotira turlarimiz mavjud bo'lib, bular quyidagicha. Demak, birinchisi doimiy xotira. Demak, doimiy xotirani demak hozirda turli xil nomlar bilan nomlashadi. Ya'ni qanaqa? Masalan, asosiy mutaxassislar HDD yoki hard disk yoki Wind yoki qattiq disk yoki jostki disk rus tilida aytadigan bo'lsak, yoki disk yoki Winchester yoki bo'lmasam doimiy xotira deb nomlanishadi o'zbek tilida. Ikkinchi xotiramiz tezkor xotira bo'lib, buni ham bir nechta nomlari mavjud, ya'ni AZU yoki bo'lmasam operativniy запоминающее устройство yoki DDR yoki RAM, ya'ni Random Access Memory degan nomlari mavjud. Demak, uchinchi xotira turlarimizdan biri bu demak cache xotira hisoblanadi. Bu eng xotiralarning ichida eng tezkor xotira hisoblanadi. Demak, keyingi xotira turimiz demak video xotira hisoblanadi. Bu yerda ham video xotirani ham bir necha xil nomlari mavjud. Ya'ni kimdir VGA deb atashadi, mutaxassislar videokarta deyishlari mumkin, grafik xotira turlari degan nomlari ham mavjud. Demak, keyingi xotiramiz BIOS xotira hisoblanadi. Demak, bu yerda undan keyingi xotiramiz virtual xotira, flash xotira va tashqi xotiralardan iboratdir. Ana endi xotiraning vazifalariga keladigan bo'lsak, demak, xotira asosan doimiy xotiradan boshlaydigan bo'lsak, doimiy xotira o'z nomidan ma'lumki, ma'lumotlarni doimiy ravishda saqlab turadi. Ya'ni doimiy xotirada ma'lumotlar hech qachon o'chib ketmaydi. Qachonki foydalanuvchi, ya'ni siz tomonidan ma'lumotlar o'chirilmaguncha, demak ma'lumotlaringiz o'sha doimiy xotirada, ya'ni Winchesterda yoki o'sha qattiq diskda yoki jostki diskda doimiy saqlanib turadi. Doimiy xotiraning asosan quyidagi ikkita turi mavjud, ATA va SATA turlari mavjud. Ushbu xotira avlodlari bir-biridan asosan raziyomlari va ulanadigan o'rinlari orqali farqlanadi. Demak, ko'rib turibsiz, mana bu ikkinchi rasmda demak, ya'ni doimiy xotiraning SATA avlodi hisoblanadi, ya'ni yangi avlodi hisoblanadi va demak mana bu birinchi rasmda esa demak ATA avloddagi doimiy xotira hisoblanadi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, demak bu yoqda mana raziyom bilan farqi bor va bu yoqda esa demak e'tibor qiladigan bo'lsangiz, ignalar orqali bir-biridan farq qiladi. Ma'lumot sifatida shuni aytib o'tishim mumkinki, demak ATA doimiy xotiramiz asosan ma'lumotlarni 1 gigabitgacha ma'lumotlarni o'tkazish tezligiga ega bo'ladigan bo'lsa, SATA tipidagi doimiy xotiralarimiz ma'lumotlarni 6 gigabitgacha sekundiga ma'lumotlarni o'tkazish xususiyatiga ega. Xo'p, keyingi demak xotiramiz doimiy xotira hisoblanib, doimiy xotiraning quyidagi asosiy kompaniyalar ishlab chiqaradi. Xo'p, bular qaysilar? Asosan demak Seagate kompaniyasi bor, Transcend, Kingston, Gigabyte, Samsung, Digital Western, ya'ni VD yoki Maxer kabi kompaniyalar asosan doimiy xotira bilan ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Doimiy xotirani endi bir-biridan qanday farqlashimiz mumkin yoki qaysi jihatlari orqali farqlashimiz mumkin? Demak, asosan 4 ta asosiy ko'rsatkich, ya'ni xususiyatlari bor. Doimiy xotirani bir-biridan farqlashda. Demak, bular qaysilar? Bular birinchi o'rinda ma'lumotlarni o'qish, yozish tezligi bilan farqlanadi. Ikkinchisi hajmi bo'yicha, uchinchisi ATA va SATA avlodi bo'yicha. Ma'lumotlarni o'tkazish tezligi, demak, men bu yuqorida aytib o'tdim. ATAda demak 1 gigabit taqsim sekund bo'ladigan bo'lsa, SATAda 5 gigabit taqsim sekunddan yuqoriroq bo'ladi. Xo'p, elektr energiya sarfi bo'yicha ham demak bir-biridan asosan shu doimiy xotiralar farqlanadi. Demak, ATA tipidagi doimiy xotiralar elektr energiyani ko'p iste'mol qiladi. Ya'ni masalan 2 voltdan 3 voltgacha, 4 voltgacha, hattoki 5 voltgacha elektr energiyasini iste'mol qilsa, demak mana bunaqa kichkinagina SSD ko'rinishidagi doimiy xotiralarimiz esa ma'lumotlarni 1,5-2 voltda elektr energiyasini iste'mol qilishadi. Xo'p, tezkor xotira. Tezkor xotira bu nima? Tezkor xotira bu vaqtinchalik ma'lumotlarni o'zida saqlab turuvchi xotira qurilmasi bo'lib, demak, bu ham kompyuterning eng asosiy qurilmalaridan biri hisoblanadi. Demak, ya'ni siz biror bir ish qilayotganingizda yoki birorta bir Word faylda yoki prezentatsiya taqdimotda yoki bo'lmasam Excel dasturlarida ishlayotgan paytingizda mana shu ishlash jarayoniniz asosan tezkor xotirada saqlanib turadi.
Demak, barcha turdagi xotiralar uchun muhim tushuncha uning hajmi hisoblanadi. Hop, kompyuterlarda ma'lumotlar birligining eng kichik o'lchovi sifatida hozirgi kunda demak bayt qabul qilingan bo'lib, 1 baytimiz 8 bitdan iborat hisoblanadi. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki, eng kichik xotira turi bu bit hisoblanib, hozirgi kunda xotira hajmlari turli xil bo'lib, demak, eng kichkinasi bit bo'lib, eng yuqori demak gigabayt hisoblanadi. Gigabayt bu xotiralarning eng yuqori, ya'ni eng katta xotira turi hisoblanib, bundan demak ortiq hali xotira turi kashf qilinmagan, ya'ni ishlab chiqilmagan. Ana endi bu rasmda ko'rib turishingiz mumkin. Bu yoqda mana DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, ya'ni 4 ta avlodda operativ xotiralari mavjud bo'lib, bu yoqda rasmda ko'rib turishingiz mumkin. Ya'ni chiziq orqali men farqlab qo'yibman. Ya'ni DDR1 operativ xotirasi DDR2 ga, DDR2 operativ xotirasi DDR3 ga, DDR3 operativ xotirasi DDR4 ga, ya'ni tezkor xotiralar birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi avlod tezkor xotiralari bir-biridan farq qiladi. Ya'ni nimasi bilan? Demak, razyomi bilan farq qiladi va ignalar soni bilan farq qiladi. Demak, mana birinchisida ignalar soni bir qancha bo'lib, demak, bir-biridan farq qiladi joylashish joyi bilan. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, ya'ni operativ xotira joylashadigan joyi bu slot hisoblanib, ya'ni slotda joylashadigan o'rniga qarab mana bir-biridan farqlanadi. Ya'ni birinchi operativ xotira turi, ya'ni birinchi avlod operativ xotira turi ikkinchi avlodga, ikkinchi avlod xotira turi esa uchinchi avlodga tushmaydi. Shu bilan o'zaro bir-biridan farq qiladi. Va yana bir farqli jihati, demak, bularda gerts tushunchasi mavjud. Operativ xotiraning gertsi qancha yuqori bo'lsa, ishlash unumdorligi shuncha yuqori bo'ladi. Demak, keyingi rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, hop, bu yoqda DDR5, DDR4 va DDR3. Demak, eng hozirgi kunda so'nggi rusumdagi operativ xotira, ya'ni tezkor xotira DDR5 hisoblanadi va DDR5 da ham demak DDR4 bilan DDR3 bilan bir-biri bilan solishtirilgan demak ko'rinishda keltirilgan, rasmi keltirilgan. Hop, ona plata. Ya'ni hozirgi kunda ona platani turli xil nomlash mumkin. Motherboard deydi yoki ona plata deb atalishi mumkin yoki sistemli plata yoki o'zbek tilida tizimli plata ham deb atalishimiz mumkin. Demak, ona platani qo'yishdan maqsad taqdimotda asosan bu yoqda xotira turlarini sizlarga sanab o'taman. Demak, asosan BIOS xotiraga keladigan bo'lsak, mana endi asosan doimiy xotira, tezkor xotira haqida gaplashdik. Ana endi cache xotira bilan gaplashadigan bo'lsak, cache xotira asosan ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan, qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan xotira qurilmasi hisoblanadi. Ya'ni nimaga? Sababi cache xotira u asosan ona plataga alohida qurilma sifatida shakllantirilmagan. Ya'niki, demak, operativ xotira joylashadigan mana slotlar va demak mikroprotsessor o'rtasida joylashgan hisoblanadi, mantiqiy joylashgan hisoblanadi operativ xotira, cache xotira hajmi. Demak, cache xotiraning hajmi asosan mikroprotsessorning avlodiga bog'liq hisoblanadi. Cache xotira kompyuterning eng tezkor ishlaydigan xotira turlaridan biri bo'lib, demak, ishlash tezligini oshirish uchun ishlatiladi kompyuterda. Tezkor xotira va mikroprotsessor orasida joylashgan bo'lib, uning yordamida amallar bajarishi tezkor xotira orqali bajariladigan amallardan ancha tez bajaradi. Shuning uchun kompyuter xotiraning ko'proq ishlatiladigan qismi nusxasini cache xotirada saqlab turadi. Mikroprotsessorning demak xotiraga murojaatda avvalo kerakli programma va berilgan cache xotirada qidiradi. Berilganlarni esa demak cache xotirani qidirish vaqti tezkor xotiradagiga nisbatan ancha kam bo'lgani uchun cache xotira bilan ishlash vaqti ancha kam bo'ladi. Cache xotira hajmi demak 256 kilobitdan boshlanib, demak 32 megabitgacha bo'ladi. Hozir zamonaviy ya'ni so'nggi rusumdagi mikroprotsessorlar i5, i7, i9, ya'ni 13-avloddan yuqori bo'lgan mikroprotsessorlarda cache xotira hajmi 24, 28, 32 va hattoki 48 megabaytgacha bo'ladi. Demak, bu yerda ona plata tasvirlangan va har bitta demak qurilmani slot, soket, razyomlar, shinalar yoki bo'lmasam USB port, audio portlar, HDMI portlar, VGA, DVI portlar, HDMI portlar, PCI portlar va har bitta demak o'sha PCI Express va shinalarda demak ma'lumotlari keltirib o'tilgan. Video xotiraga keladigan bo'lsak, demak video xotira ham bu ham xotira turlaridan biri bo'lib, kompyuterning asosiy xotira turlaridan biri bo'lib, asosan video xotirada kuchliroq grafik ma'lumotlar bilan ishlash uchun dasturlar, grafik dasturlar, masalan Adobe Photoshop yoki Adobe Illustrator yoki 3D Max yoki After Effects, Maya kabi dasturlar, ya'ni bu asosan grafik dasturlar hisoblanib, mana shunaqa dasturlarda ishlash uchun kerak bo'ladigan xotira qurilmasidan biri hisoblanadi.
Demak, video xotiraning yana asosiy bir jihatlari shundaki, video xotira monitor ekraniga video ma'lumotlarni, ya'ni video tasvirlarni saqlab turish uchun ishlatiladi. Shuni aytish mumkinki, demak, video tasvirlar ayniqsa rangli kompyuterlar xotirasida ko'p joy egallaydi. Shuning uchun video xotira hajmi qancha katta bo'lsa, shuncha katta grafik ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyati beriladi. BIOS xotira. Demak, men yuqorida aytib o'tdim, asosan 3 ta xotira turimiz mavjud. Demak, bular BIOS xotira, ikkinchisi cache xotira, uchinchisi demak nimada virtual xotira. Ana shu 3 ta xotira turimiz asosan ona platadan alohida qurilma sifatida shakllantirilmagan va ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan darajada ishlab chiqilgan, ya'ni mantiqiy joylashgan joyi mavjud ona platada, lekin qurilma sifatida shakllantirilmagan. BIOS xotira bu dasturlarni qayta yozib bo'lmaydigan xotira sifatida ishlatilar edi, ya'ni ilgari. Demak, ilgari qachon DDR1, DDR2 kompyuter avlodlarida BIOS xotira qayta dasturlar bo'lmaydigan xotira sifatida ishlatilgan. Lekin hozir DDR4, DDR5, ya'ni 4-5 avlod kompyuterlarda esa BIOS xotirani hozir qayta dasturlaydigan xotira sifatida kiritiladi. Sababi hozir BIOS xotira ham o'zining ma'lum bir hajmda ega, o'zini maxsus hajmi mavjud va BIOSda demak avtomatik tarzda yangilash mumkin. Shuning uchun demak ilgari mana bu rasmlarni keltirib qo'yganman. Mana bu ona platada, ya'ni maxsus qurilma chip sifatida ishlab chiqilgan. Hozirda demak qurilma sifatida ishlab chiqilmagan, lekin mantiqiy ravishda hozirgi kunda BIOS xotira mavjud va unga alohida xotira ajratilgan. Demak, virtual xotira. Yuqorida aytib o'tganimni, demak, ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan xotira turlaridan uchinchisi, demak, bu virtual xotira bo'lib, ushbu virtual xotira tezkor xotiraga yordamchi xotira hisoblanadi. Ya'ni kompyuterda bir vaqtning o'zida bir nechta dastur orqali parallel ishlashimizga to'g'ri kelib qoladi. Mana shunday holatda tezkor xotiraning hajmi yetmay qoladi va kompyuterimiz ishlashi qiyinlashib, qotishni boshlaydi. Mana shunaqa holatlarda demak virtual xotira yordamga keladi. Va tezkor xotiradagi vaqtinchalik ishlatilmay turgan dasturlarmi, ilovalarmi yoki veb-saytmi farqi yo'q. Har qanday demak dasturni virtual xotiraga o'tkazadi va yangi yuklangan dasturni ishga tushiradi. Va shu orqali demak kompyuterimizda ishlash davomiyligi yana uzayib boraveradi. Operatsion tizim o'zining texnik imkoniyatidan kelib chiqqan holda demak virtual xotirani operatsion tizimni o'zi belgilaydi. Demak, Windows 7 da 800-700 megabaytdan boshlab 1 gigabaytgacha bo'lishi mumkin. Windows 8, Windows 10 da demak 1,5 gigabaytdan boshlab 2 gigabaytgacha bo'lishi mumkin. Va demak Windows 11 da 2 gigabaytdan va yuqori bo'lishi mumkin. Virtual xotirani qancha hajmni egallashi, ya'ni operatsion tizimga bog'liq va operativ xotiraga, ya'ni tezkor xotiraga bog'liq. Demak, kompyuterda virtual xotiramizni aytdik, ma'lum bir qurilma sifatida yoki ma'lum bir o'zini joyi mavjud emas, lekin virtual xotirani biz qayerdan bilishimiz mumkin? Kompyuterda page file nomi ostida kompyuterning C diskida demak virtual xotiramiz saqlanadi. Xo'p, flash xotiramiz, keyingi xotiramiz, ya'ni 7-xotiramiz flash xotira bo'lib, bu xotira ma'lumotlarni bir kompyuterdan boshqa bir kompyuterga o'tkazish uchun xizmat qiladi. Flash xotiralarimizni ba'zi bir manbalarda tashqi xotiralar ham deb atashadi. Demak, flash xotiralarni quyidagi kompaniyalar ishlab chiqaradi: Transcend, Samsung, Gigabyte, SanDisk, Adata, HP kabi kompaniyalar flash xotiralar bilan ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Asosan men ko'proq shu dunyoda brend bo'lgan, mashhur bo'lgan flash xotiralar ishlab chiqargan kompaniyalarning turini keltirganman va e'tibor beradigan bo'lsangiz, rasmda mana flash xotiralarni ko'rinishini ham keltirib o'tganman. Demak, tashqi xotira. Tashqi xotira ham xuddi flash xotirani vazifasiga o'xshaydigan vazifani bajaradi. Faqatgina bitta farqi nimadaki, demak, tashqi xotiralarda hajmi flash xotiralarga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Demak, bu ham bir kompyuterdan boshqa bir kompyuterlarga ma'lumotlarni tashqi tomondan o'tkazish, ko'chirib olish yoki jo'natish vazifasini bajaradi. Bularga flash disklar, mikrochiplar, DVD, CD disklar, terabaytlar, USB ventlarni misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, misol sifatida sizlarga nima deydi? Ma'lumot uchun aytib o'tishim mumkin. DVD va CD disklarni demak hajmi DVD da 407 gigabayt bo'ladigan bo'lsa, CD diskimizda 800 megabaytni tashkil qiladi. Mana bunaqa holatdagi demak yoki mana bunaqa holatdagi terabaytlarimiz 1 terabaytdan boshlab 2, 4, hattoki 10 terabaytgacha bo'lgan tashqi xotira turlari mavjud edi. Xo'p, bugungi demak video darsimiz asosan shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi video darslarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar.